Group jamoasi 2020-yil tashkil topgan. Boshida ish boshlaganimizda 2-3 xil assortiment bilan bozorga kirib kelganmiz, lekin hozirgi kunda 20 xil assortimentimiz, tovarlarimiz bor. Har bitta tovar yana o'zini 5-6 xil turi bor. Bizning asosiy yo'nalishimiz B2B, ya'ni biz bozorchilar bilan ishlaymiz. Undan tashqari yirik qurilish firmalarimiz bor. Bundan Goldstep, Energy, Landhouse kabi firmalar bilan hamkorlik qilamiz. Bizning asosiy yo'nalishimiz radiator bo'lgani uchun bozorda radiator xilma-xilligi bo'yicha, ya'ni assortiment bo'yicha birinchi o'rindamiz deb bemalol aytishimiz mumkin. Bundan tashqari shahar bo'ylab 5 ta joyda o'zimizning skladlarimiz bor. Bular bozorga yaqin joyda joylashgan. Bu o'zimizning do'konchilarimizga juda ham katta qulaylik yaratadi. Vodiy va voha tomondagi mijozlarimiz uchun qulay bo'lish uchun butun O'zbekiston bo'ylab o'zimizning ofitsialniy filiallarimiz bor. Undan tashqari O'zbekiston hududidan tashqari qo'shni davlatlarda Bishkekda o'zimizning ofitsialniy bazamiz ham bor. Hozirgi kunda biz ishxonamizda 25 kishi va undan ortiq o'z ishini professional ustalar ishlab kelmoqda. Undan tashqari agar sizga bizning mahsulotlarimiz ma'qul bo'lsa, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, o'zimizga aloqa qilishingiz mumkin yoki bizning hamkorimiz bo'lgan Honor Group jamoasi bilan xarid qilishingiz mumkin.